Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarida imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish bo'yicha pedagogik jarayonni tashkil etish. Hop, inklyuziv ta'lim. Inklyuziv ta'lim butun bir O'zbekiston Respublikasining ham umumta'lim maktablarida bosqichma-bosqich inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilinishi amalga kiritilgan. Hop, inklyuziv ta'lim O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi Prezident farmoniga ko'ra 2017 yil 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholini salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarga qarab inklyuziv ta'lim ishlab chiqilgan. Inklyuziv ta'lim birinchi 4860 sonli Prezident farmoniga ko'ra 2020 yil 13-oktyabrda inklyuziv ta'lim joriy qilingan edi. Prezident farmonini amalga tatbiq qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasi 4860 sonli Prezident farmonini qarorini ijrosini qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasi 638 sonli qarorni ishlab chiqdi 2021 yil. Unga ko'ra umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom bor. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni bir xil ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida boshqa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasiga yoki inklyuziv ta'lim sharoitida ta'lim olish uchun umumta'lim tashkilotlariga o'tkazish tartibi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida O'zbekiston Respublikasining Sog'liqni saqlash vazirligi va O'zbekiston Respublikasining Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi muassasasiga o'tkazilish tartibi bo'yicha ishlab chiqilgan. Xo'p, O'zbekiston Respublikasining Xalq ta'lim vazirligi boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birga 2 oy muddatda o'zlari qabul qilgan normativ huquqiy hujjatlarni ushbu qarorga muvofiqlashtirsin. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri demak 2021 yil 638 sonli qarorga asosan ana shu paytda bosh vazirimiz Abdulla Aripov edi. Abdulla Aripovga hamda Sherzod Shermatovlar zimmasiga yuklatilgan. 2021 yil 12-oktyabrda sanasida 638 sonli hozir aytib o'tganimdek 4860 sonli qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 638 sonli qarorni ishlab chiqdi. Bu qarorga asosan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida keyingi o'rinlarda maktablarda jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi belgilangan. Maktablarda boshlang'ich tayanch korreksion sinflarining ochilishi mumkin. Ushbu nizom talablari davlat umumta'lim tashkilotlariga nisbatan tatbiq etiladi. Inklyuziv ta'lim. Inklyuziv ta'lim bu alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarining xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlangan holda belgilangan ta'lim tizimi hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim sinfi 638 sonli qarorga asosan inklyuziv ta'lim sinfi bu maktablardagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni boshqa bolalar bilan teng huquqli va birgalikda ta'lim olish shakli hisoblanadi. Hop, inklyuziv ta'lim ikkiga bo'linadi. Inklyuziv sinflari, boshlang'ich tayanch korreksion sinflar hamda inklyuziv sinflarga bo'linadi.
Boshlang'ich tayanch korreksion sinflariga maktabda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun alohida tashkil etilgan boshlang'ich sinf. Demak, u sinfda faqatgina nogiron bolalar o'qitiladi. Unda sog'lom bolalar birgalikda o'qitilmaydi. Buni boshlang'ich tayanch korreksion sinf deyiladi. Inklyuziv sinf esa 30+3 tamoyil asosida amalga oshiriladi. Xo'p, o'quvchilarning shaxsiy hujjatlari. Bunga ko'ra, inklyuziv maktablarga bolani qabul qilishdan oldin ota-onalarni o'rnini bosuvchi shaxslar arizasi, psixologik pedagogik xulosasi, xo'p, ta'lim olgan to'g'risidagi hujjatlar, ta'lim muassasalarida yoki masalan 1-sinfdan 2-sinfga boshqa bir maktablarda o'qitilayotgan bo'lsa, ana shu bolaning tabeli, o'qish joyidan ta'limning muddati va o'quv faoliyatini o'zlashtirish bo'yicha xulq-atvor, o'quvchiga yakka tartibda ko'mak berish yuzasidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar, ya'ni tavsifnoma, o'quvchining yashash joyidan bosh vrach tomonidan beriladigan uning rivojlanish tarixi kabi xulosalar inklyuziv o'quvchisiga beriladigan hujjatlar hisoblanadi. Ushbu hujjatlarni o'qituvchi ijtimoiy milliy himoya agentligi bazasiga joylaydi hamda ijtimoiy milliy himoya agentligi bazasidan qaysidir sanada qarorga asosan bolani tibbiy pedagogik komissiyadan o'tkazilib, inklyuziv ta'lim sinflariga yoki tayanch korreksion sinflariga eng yaqin bo'lgan hududdagi maktablarga tibbiy pedagogik komissiya tomonidan yo'naltiriladi. Xo'p, inklyuziv ta'lim va boshlang'ich tayanch korreksion sinflariga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi. Birinchisi, demak, inklyuziv ta'limga qabul qilinadigan bolalar toifalari. Eshitma nuqsoni bo'lgan bolalarni 60 detsibelgacha rivojlanishi qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan holatlar. Bu 638-sonli qarorga asosan, 638-sonli qarordan keyin 126-sonli qaror ham ishlab chiqildi. Lekin bunda 638-sonli qarorda eshitishi 60 detsibelgacha bo'lgan bolalarni biz inklyuziv ta'limga qamrab olar ekanmiz. Ikkinchisi, ko'rish nuqsoni 0,1 gacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Ikkinchisi, somatik kasalliklar, psixofizik va nutqning rivojlanish darajasini yoshiga mos kelmaydigan bolalar ham aynan inklyuziv sinflarda o'qitilar ekan. Keyingisi, nutqida og'ir nuqsoni bo'lgan bolalar, alaliya, dislaliya, afaziya, rinalaliya, dizartriya kabi og'ir nutq nuqsonlari ham inklyuziv sinflarda o'qitilar ekan. Keyingisi, tayanch harakatlanish apparati nuqsoni bo'lgan bolalar. Masalan, BTSF, bolalar serebral falaji, skolioz, polimiyelit, miopatiya, bular hammasi tayanch harakatlanishi asosida nuqson bo'lgan bolalar deyiladi va bular ham inklyuziv ta'limga nima qilinadi? Qamrab olinar ekan. Keyingisi, aqliy rivojlanish saqlangan holda tayanch harakat tizimida buzilishi bo'lgan bolalar. Keyingisi, aqliy rivojlanish saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar, ya'ni RRS bolalar ham inklyuziv ta'limga qabul qilinar ekan. Keyingisi, intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishdagi orqada qolgan bolalar. Undan keyingisi esa xulq-atvor ruhiyatining qo'pol buzilishlariz autistik spektri buzilgan bolalar, ya'ni autizm bolalar ham inklyuziv ta'limga qamrab olinar ekan. Keyingisi, intellektual rivojlanishni saqlanib qolgan tutqanoq holatlari bo'lgan bolalar, ya'ni tutqanoq bolalar, ya'ni epilepsiya deb ataymiz. Epilepsiya agar bir oyda bir marta yoki bir yilda bir marta xuruj qiladigan bo'lsa, biz bunday bolalarni ham inklyuziv ta'limga nima qilamiz? Qamrab olishimiz mumkin. Xo'p, endi qabul qilinadigan bolalar toifalarini o'rganib chiqdik. Endi qabul qilinmaydigan bolalar toifalariga qanday bolalarni olishimiz mumkin? Xo'p, inklyuziv ta'limga qabul qilinmaydigan bolalar toifalar. Aqliy rivojlanishning o'ta zaif, ya'ni og'ir darajadagi bolalar, o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olmaydigan bolalarni biz inklyuziv ta'limga qabul qilmaymiz. Keyingisi, xulq-atvorida og'ir buzilishlar, hissiy irodaviy sohasida nuqsoni bo'lgan bolalarni ham biz inklyuziv ta'lim sinflariga qabul qilmas ekanmiz. Tayanch harakatlanishi apparati nuqsoni bo'lgan bolalar.
mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan va o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olmaydigan bolalarni biz qabul qilmas ekanmiz. Hamda mujassam nuqsonli bolalar, ya'ni kim ko'r, kar, soqov bolalarni ham qabul qilmaymiz. Tez-tez takrorlanadigan epileptik nuqson bo'lgan bolalar. Demak, epilepsiya nuqsoni, epileptik o'choqlari bosh miyamizda ochilib ketgan bolalarimiz bor. Bular bir haftada 2 martadan yoki bir kunda 2 martadan, 3 martadan ham tutishi mumkin. Bunda epileptik xuruji bo'lgan bolalarni biz inklyuziv ta'limga qabul qilmas ekanmiz. Epilepsiyasini bor bo'lgan bolalarni biz uyda ta'limga qabul qilar ekanmiz. Keyingisi markaziy asab tizimiga shikast yetganligi tufayli siydik tuta olmaydigan bolalar, ya'ni enurez bolalar. Bularda o'sha najas hamda siydikni tutib tura olmaydigan bolalarni ham biz inklyuziv ta'limga qabul qilmaymiz. Bu bolalarni ham biz uyda yakka tartibda o'qitishga epilepsiya bolalarini hamda enurez bolalarini olar ekanmiz. Xo'p. Inklyuziv ta'limni joriy etish. Inklyuziv ta'lim sinflariga jami o'quvchilar soni 30 nafardan oshmasligi kerak. Bu aynan 638-sonli qarorimizda ham belgilab qo'yilgan. Ushbu sinflarda umumiy o'rta ta'lim dasturi bo'yicha ommaviy tarzda o'qiyotgan o'quvchilar bilan birga o'qitiladi. Bunda sog'lom sinfimizdagi o'quvchilar soni 30 nafardan oshmaydi. Nogironlarimiz esa 3 nafardan oshmasligi kerak. Ya'ni 30+3 tamoyil asosida inklyuziv ta'lim joriy etilar ekan. Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflariga faqat bir xil tibbiy tashxisdagi o'quvchilar qabul qilinadi. Agar bularning tashxisi har xil bo'ladigan bo'lsa, biz ularni 30+3 tamoyil asosida o'qita olmaymiz. Bitta sinfga bitta bolani qo'shishga majbur bo'lamiz. Maktablarda inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar soni parallel sinflarda 2 tadan ortiq tashkil etilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-avgustdagi 425-sonli qaroriga asosan maktab psixologi bir o'quvchining psixik salomatligini himoyalash maqsadida quyidagi vazifalarni bajaradi. Demak, maktablarda inklyuziv ta'lim sinflarini o'qitishga psixolog ham juda katta darajada mas'ul hisoblanadi. Psixolog nima qiladi? O'quvchini individual rivojlantirish, oilada va inklyuziv ta'lim sharoitida ta'lim berish dasturini tuzadi. O'quvchilar bilan guruhlarda mashg'ulotlar olib boradi. O'quvchilarni doimiy ravishda psixolog pedagogik jihatdan o'rganish va ularni tarbiyalash bo'yicha ota-onalar bilan maslahatlar olib borar ekan. Endi inklyuziv jarayonda tibbiy xodimning vazifasi. Tibbiy xodim o'quvchilarning ruhiy asab holatini tekshiradi, zarurat bo'lganda davolash muolajalarini tavsiya etadi, korreksion pedagogik ta'lim jarayonlarini, bolalar sog'lig'ini nazorat qiladi hamda aqliy va jismoniy yuklamalarning me'yorini belgilab beradi. O'quvchilarning salomatlik va ruhiy salomatligini saqlash yuzasidan ota-onalarga maslahat beradi va boshqa maslahatlar bilan hamkorlikda ularni sog'lomlashtirish ishlarini olib boradi. Demak, tibbiy xodim ham, o'qituvchilar ham, psixologlar ham inklyuziv ta'lim ishtirokchilari hisoblanadi. Endi inklyuziv ta'limni moliyalashtirish qanday bo'ladi? Maktab inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflaridagi o'quvchilar uchun mashg'ulotlar, dam olish, jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish hamda korreksion rivojlantiruvchi ishlar olib borishda mo'ljallangan sharoitlarni ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim sinflarini, boshlang'ich tayanch korreksion sinflarini komplekslash hududiy xalq ta'limni boshqarmalari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Moliya vazirligi, viloyatlar moliya boshqarmasi bilan kelishilgan holda har yili 20-avgustgacha amalga oshiriladi. Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarini moliyalashtirish. Xo'p, ta'lim sinflari o'quvchilarga mehnatning alohida sharoitlari uchun
Har oyda to'lanadigan ustama haqqi sinfda alohida ta'lim ehtiyojlarida bo'lgan bir nafar bola lavozimi maoshining 10%ni, 2 nafar bola lavozimining maoshining 20%ni, 3 nafar bola uchun 30%ni to'lab berilar ekan. Xo'p, bunda qanday bo'ladi? Bunda masalan, boshlang'ich sinflarga chetki fanlardan rus tili o'tiladi, tasviriy san'at o'tiladi, ingliz tili fanlari o'tiladi. Bularda ana shu 1 soatlik darsini, misol uchun biz 200 ming deydigan bo'lsak, 200 mingni 10%ni, ya'ni bugungilik darsini 20 ming so'm pulini inklyuziv o'qituvchisi ishlarkan. Demak, bir oyda inklyuziv sinfiga chetki o'qituvchi 4 marta darsga kiradigan bo'lsa, 1 soatlik darsi 200 mingmi? 200 mingda 10% 20 ming bo'ladigan bo'lsa, demak, bir oy muddatda u 80 ming oylikka ega bo'lar ekan. Boshlang'ich sinf o'qituvchilariniki esa ana shu oladigan oyligini 30%ni tashkil etadi. 10%ni tashkil qiladi. Ya'ni kim 4 million oylik oladigan bo'lsa, uni 400 ming bo'ladi uni olayotgan ustamasi. Xo'p, boshlang'ich tayanch korreksion sinflari o'quvchilar va maxsus pedagogika mehnatining alohida sharoitlari uchun har oyda to'lanadigan ustama lavozimi maoshining 50% to'lanadi. Xo'p, uyda yakka tartibda o'qitiladigan bolalariga ko'pincha ana shu aytib o'tganimizdek enurez bolalar hamda epilepsiyasi tez takrorlanuvchi bolalarni biz uyda yakka tartibda o'qitar ekanmiz.